Akalar, Yevropada ishlab yurganlar bormisizlar? Sizlarda ham shu ahvolmi? Bitta yukni tushirishingizga orqasidan ikkinchi yukni menejeringiz tayyor qilib qo'ygan bo'ladi. Agar bir kunda 3 soat, 4 soatdan molotok ishlatmasangiz, bilib oling, yaxshilab bir kunda 13 soat, 15 soat firma uchun ishlab berayotgan bo'lasiz. Bu aniq. 3 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, shuni bildim. Bir kunda ayamasdan molotok ishlataveradigan. Ko'ringlar. Yuklagani kelganman molotokdan. Даже uyqudan shuni turdim-ku, spalniy shuni tortilganidan keyin ofisga tushamanmi, kelaman. Nimaiki ожидание vaqt bo'lsa, molotokka qo'yib qo'yaman. Chunki meni vaqtim ishga ketyapti. Firma uchun ketyapti. Ba'zilar bir kunda 20 minut, 30 minut ishlatib qo'yadi xolos molotokni. Bu juda katta xato. Hech qachon buni qilmanglar. Molotokni har kuni qo'yib yuringlar обязательно. Bu o'zingizlar uchun foydali bu.